Hörmətli televizor kögüçülər, naq meydandakı tomoshabinlar. Hazır sizlərning ko'rdig'ininglar Şinjan televiziya stansiyasi Xuyu madaniyat taqdi cheklik şirkati bilan Şinjan Albidar madaniyat media cheklik şirkati birlashib yangidan yo'l qo'ygan nutq so'zlash tipidagi programma ular shundoq deydi. Ondaqda ular kimlar? Ular o'z sohasida natija qozongandan keyin jamiyatga belgilik ta'sir ko'rsatib, jamiyatning taraqqiyotiga to'hfa qo'shgan shaxslar. Biz ularningki o'z hayotidagi tajribalari, qimmat qarashlari va yangicha ideyalar orqali jamiyatga uchur va bilim taqatmoqchi. Bugungi bosh qahramonimiz bo'lsa, bizningki ijtimoiy fanlarimizning taraqqiyotiga aktiv ta'sir ko'rsatgan shaxs. Abnum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi, yozuvchilar jamiyatining raisi, adabiyot fanlari professori, doktor yetakchisi Azat Rahmatullah Sultan efendim. Azat Rahmatullah Sultan Uyg'ur bugungi zamon adabiyot shunosligining taraqqiyoti, jumladan Uyg'ur bugungi zamon adabiyoti haqidagi tadqiqotning cho'qirilishiga gavdalik to'kib qo'shgan ham qo'shib kelayotgan donglik adabiyot tadqiqotchisi, doktor va magistr yetakchisi, iqtidorli adabiy tanqidchi, pedagog va ijtimoiy faoliyatchi. Bu mayli ilmiy tadqiqotda bo'lsin yoki yuqori qatlam ixtisosliklarini tarbiyalashda va yoki turli ijtimoiy faoliyatlarni tashkillash qatorliqlarda bo'lsin, o'zining mas'uliyati va burchini ado qilayotgan ko'zga ko'ringan peshqadam ziyoli. O'qituvchilikdan iborat odam tarbiyalaydigan muqaddas kasbni 43 yil o'ziga hamroh qilib, o'quvchi tarbiyalab, avtonom rayonimizning ma'arif taraqqiyoti, jumladan millatning safosini yuqori ko'tarishda tegishli hissa qo'shayotgan tadbirkor ziyolilarimizdan biri. Olimlarimizni hayot chig'idini tonish, tushunish, e'tirof qilish, ular bilan ham suhbatda bo'lib, o'gitlardan ilhom olish orqali aktiv kuch to'plab, hayotimizni yangicha ma'nolarga ega qilish hammamizning aqalli mas'uliyatidir. Azat efendimni sahnaga taklif qilaylik. Marhamat. Azatga ahvolingіз yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz-chi? Yaxshi. Nihoyat yaxshi turibsiz. Azatga siz shu adabiyot kasbi bilan, shuningdek madaniyat tadqiqot ishlari bilan shug'ullanib, nurg'un tirikchiliklarni ko'rsatdingiz. Balki shu tapda turib, shu adabiyot bilan odamning munosabati yoki adabiyot bilan jamiyatning munosabati haqida bugungi kunda kelgan o'zgacha, yangicha ba'zi xulosalaringiz bor deyman, ha? Shundoq. Adabiyot turmushdan keladi. Turmushni aks ettirdi, xalqning ruhini qazidi, xalqqa ma'naviy ozuq beradigan mushundaq bir aloyi bir mahsulot. Men mushundaq bir kasb bilan shug'ullangan xili yillar bo'ldi. Mening oldimdagi ajdodlarimning ichida adabiyotchilar intayin ko'p va bizning xalqimizda mush adabiyotni suyadigan, kitob o'qiydigan odamlar ko'p. Adabiyot bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Adabiyotsiz hayotni tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydi ekan. Insoniyat uchun hamma ishlar muhim, hamma kasblar muhim. Shuning ichida adabiyotmi intayin muhim. Chunki adabiyot ma'abay degandek turmushga bog'langan, odamga bog'langan. Qiyinchiliklarni yengib manzillarga yetishda bir iroda kuch berdi. Dunyoni tunishda, o'zimizni tunishda bu bizga nihoyat foydali uchurlarni berdi. Albatta men bu yerda ta'kidlab qo'ydiganim, yolg'iz bizga adabiyotchilik kerak emas, nurg'un soatga mutaxassislar kerak. Men Azatkamni o'zining hayotini intayin tirishchanlik bilan o'tkazgan odam deb o'ylayman. Shunga Azatka, balkim sizning hayotingizni nisbatan aytgan chog'da tirishchanlik degan bu uqum alohida qimmatga ega deyman. Shundoq. Tirishchanlik bo'lmasa, ijodiyat bo'lmaydi ekan. Mahsulot bo'lmaydi ekan. Biz tayyorni yeb yotadi ekanmiz. Ya'ni o'rin bir odamga aylandi ekanmiz. Odam bilan hayvonning hamda ko'p farqlari bor. Uningdagi bir farq meningcha aql bilan yashash, tirishib yashash, boshqalar uchun, jamiyatning taraqqiyoti uchun ozroq bir iz qoldirish, endi shuning bir sabab ko'rsatish. Faqat tirishqandilar o'zining hayotini o'zgartirib bo'ladi. Yaxshi yashag'il bo'ldi. Odamdek yashag'il bo'ldi. Qimmat yaratqil bo'ldi. Agarda tirishmaydigan bo'lsak, berganini yeymiz, anki uni bermadi, buni bermadi. Biz padavaqanda do'stlik hozir endi bundaqcha vaqtida ayrilib ketdik deb, uningdanmi qaqshaymiz, buningdanmi qaqshaymiz. Hatto o'zimizning mush dunyoga
yaralğınımızda qaqşaymiz. Meningcha bu tirishchanlik bu inson uchun nihoyat yaxshi bir fazilat, bir ruh, bir yo'l. Haqiqatan tirishchanlik insoniyatning bugungi taqdirini belgilagan birdan bir yo'l. Nutq so'zlashdan maqsadimiz bizniki hamma sohada natija qozongan shaxslarimizning qanday qilib bugungi muvaffaqiyatni barpo qilganligi haqida atrofli tushunchaga ega bo'lish. Qani Ozodkamga amchi sahna beraylik. Nutq so'zlash deyilsa, men sal udiqyapman. Biroq men o'zimning tajribalarimni, kitob bilan bo'lgan munosabatimni, kitobni tonishimni deb baqsam bo'ladi endi. Chunki men hozir mana bu yil 66 yosh kirdim. Mening qurbidoshlarim, mening zamondoshlarim qandoq yashagan, qandoq o'ylagan, buni endi bizning bu yerda o'tgan yoshlarimiz sizlar orqali va ekran orqali texmi ko'p ko'rurmanlarning meningcha bilib turish kerak. Bo'lmasa aramizda bir uzukchilik paydo bo'ldi. Men maktabga kirmasda savodim asosan bo'lgan. Endi shu o'zimga tushliq narsalarni tepib, o'zimga tushliq bir ko'ratdim. Men shu boshlang'ich maktab kirgan vaqtdan tortib uyimizda xili ko'p kitoblar bordi. Andan keyin bizning savodoshlarimizning orasida bu kitob xumor bolalar davomli tepilib turadi. Bir sinfda 2-3 bola kitobga amroq bolalar chiqib qoladi. Keyin o'rta maktablarga chiqqan vaqtimda bundaq kitob o'qiydigan bolalar texmi ko'proq uchraydigan bo'ldi. Bundaq bolalarni odatda kitob xaltasi deb qo'yatdi endi. Men o vaqtida kitob xaltasi deb atilib qolganimdan sal nomus qilatdim. Keyin o'zimning kitob xaltasi bo'lganligimdan faxrlanadigan bo'lib qoldim. Endi hozir men uchun bu nihoyat yaxshi bir afzallik bo'lib bilinishga boshladi. Endi bola degan albatta hikoya kitoblarni, o'ziga tushliq bolalar adabiyotiga tushliq asarlarni qiziqib ko'rdik. Mening opam o'qituvchi. Opam o'qigan kitoblarni bizga so'zlab beradi. Ko'p vaqti yo'q. Hatto bir qitim dastlabda menga Sovet ittifoqida yozilgan, ya'ni nashr qilingan Vasyuk Turbach va uning yo'ldoshlari degan 3 qismli kitobni akam, men, singlim ham tushunmaydi kichik. Bizga so'zlab bergan. Yerim yilda so'zildimikan, shu shanba bo'lishini shundoq kutatdik. Ajoyib bir yaxshi kino qo'yildigandek. Albatta vaqtida radiomi qiz, televizor degan yo'q. Shundoq sharoitda opamning aytib bergan bu hikoyalari biz uchun ko'ngil ichish agishib kelayotgan bir dunyoni bilish. Mundaq yerlarmi bor ekan, mundaq odamlarmi yashaydi ekan, bular mundaq bir faoliyatlarga shug'ullanadi ekan degan narsalarni men opamning og'zidan anglagan. Albatta hammamizning onalari bizningki birinchi o'qituvchimiz. Onalarimizning qandoq bo'lishi, bolalarning qandoq bo'lishini belgilaydi deb qarayman men. Endi mening opam o'qituvchi bo'lganligi uchun, hamma kitobni yaxshi ko'radigan, shunday odati bo'lganligi uchun o'qigan kitoblarni so'zlab bergan. Vasyuk Turbach va uning yo'ldoshlari degan kitob boshlang'ich maktabning 4-sinfdagi bolalarning hayotidan boshlandi. Hatto shu personajlarning ismi hozirgacha mening esimda bor. Xarakterlari shundoq ro'shan. Bularning orasida asosan dars o'qish, darsni qanday o'qish, mardlik, do'stlik, shundoq bir xil sog'lom qimmat qarashlarni bolalarning qanday yetildirganligi, jamiyatda qanday tushunganligi, jamiyatga nurg'un ishlarni shu vaqtdagi bu kitobning oq ko'rinishiga qo'yildi. Cheksiz o'rmon, qorliq dala deydigan bir kino qo'yildi. 60-yillar. Vaqtda men to'liqsiz o'qiyotgan. Bu kino bizning bolalarni, o'g'il bolalarni bak qiziqtirdi. Shuning bilan biz darsdan tushgandikilam, Zo'shandiyo deganning o'rdisini silib yasaymiz endi. Ash portlarni tiklab, to'risqichilik chiqimiz, taxtni yasab, uningga shu Zo'shandiyoni bir bola buludi, shu banditlarning boshlig'i o'ttirdi. Yanzurungni tutib keldi endi. Kelgandan keyin har xil parollarni so'raydi. Uzun nimishki qizirdi, nimishki turib sag'irdi. Degandan keyin bu kinodagi ba'zi gaplarni bu yerda shu javob berdi. Undan keyin bu bizning odam ekan deb ishonchga erishdi. Mushu so'zlarni yodlagandan keyin endi bu o'yinni davomli o'ynagan sari yangi mazmunlarni undaq emas, bundaq deydiganlar chiqib turdi. Kinoning bunday yeri, bunday deydi. Xansocha kinolar. Shuni bilan mush kitobni deb o'qib bakmayman.
deb berib so'rasam, Uyg'urchasi yo'q ekan. O kitapның ismi Lin Hai Xueyuan ekan. Cheksiz o'rmon qarilik dala. Qachon tarjima qilar bu kitobni deb surishtirib turadigan bo'ldim. Bir 10 necha yoshli bola kitobxonaga berib, "Ma kitob qachon tarjima bo'ldi?" deb so'rashning o'zi hozir o'ylasam, endi mush kitobga bo'lgan bir qizg'inlikni ko'rsatish kerak endi. Bizningki Jungoning romanlaridan Yoshlik naqshisi, Qizil bayroq shajarasi degan kitoblar tarjima qilindi. Men darhol ko'rib bo'ldim. Endi orasida Qizil bayroq shajarasi degan kitob birinchi qismi deb yozilib qolibdi. Bir qiziqtirdi meni. Shu yili 63-yilni Jungo adabiyotida Qizil bayroq shajarasi yili deb atalgan ham shunchalik qizg'inlik qo'zg'algan Liang Bingning shu romani. Men bu birinchi qismini o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi qismi qachon chiqa deb basam u kitob chiqmadi. Mushundaq vaqtlarda men to'liqsizini bitirib qoldim. Bir yil Xansochi o'rganish fursatiga erishib qoldim. Tajriba sinipi deb biz bir yil Xansochi o'rgandik. Bir tarafdan o'rgandim, yana bir tarafdan kitob orqali o'rgandim. Til o'rganishning eng unumli usuli mening bir tajribam kitob orqali o'rganish. Chunki men kitob qiziqman. Shu kitobni o'qib olay degan umid bilan, orzu bilan kech kunduz kitob ko'rdim. Endi bizning o vaqtida bir yillik mushu sinfda har xil vositalar bilan bolalarning Xansochi saviyasini o'stirishga maktab alayda e'tibor qilgan endi. Ko'p so'zlashish, ko'p kitob ko'rish. Bir jo'zni qo'yib qo'ydi o'sha odamni kichik bolalar o'qiydigan kitoblarni qo'yib qo'ydi maktab sinfdan. Oddiy bolalar o'qishliklari. Ostida Xansochi xat bor, ustida pinyin bor, rasm bor. Bu asli yasli bolalar yoki yangi o'qishga kirgan bolalar o'qiydigan kitoblarni biz to'liqsizini bitmagan bolalar vaqtida biz boshlang'ich maktab 4 yil o'qiymiz endi. Shundaq o'qigan vaqtlarda men ozroqli Xansochi o'rganib olgandan keyin darhol mening kitob o'qish odatim bo'yicha men romanlarni ko'rishga boshladim. Men shu vaqtda ko'p Jungo adabiyotiga doir romanlarni o'qib chiqdim. Qizil bayroq shajarasi degan romanning birinchi qismini men o'qidim. Ikkinchi qismini Xansochidan o'qidim. Uchinchi qismini o'qib bo'lsam, bu bir trilogiyalik asar ekanda, 3 bo'limlik. Birinchi kitoblar 3 qism ekan. Uningdan keyingi bo'limlarning ismi ayrim ekan. Anandan keyin men bizning bu tarjimamiz ulguramaydi ekan. Bu tarjim bilan shug'ullanamiz bo'lmaydi ekan. Biz mantiq o'zimcha Jungo adabiyotini bilaman, dunyo adabiyotida jiq kitob ko'rdim debdi men. Amaliyotda bizning tarjimamiz, bizning nashriyatchiligimiz, bizning shu bir xil adabiyotga bo'lgan qizg'inligimizni ta'minlab beramay o'tibdi ekan. Xansochi o'qigan bir yil jarayonida kitob orqali til o'rgandim. Kitob orqali asta dunyoning cho'ngligini, bizlar emasligimizni, nurg'un voqealarning bo'lganligini bu dunyoda, ba'zi qiyinchiliklarning o'tib ketadiganligini asta his qilib turdim. Anandaki mening nurg'un hayot tushunchalarim, tushunchalardan paydo bo'lgan hayot qarashlarim, qimmat qarashlarim shu kitoblar orqali shakllandi. Nima yaxshi, nima yomon, qanday qilsa bo'ladi, qanday qilsa bo'lmaydi degan narsalar shu personajlar orqali, shu hikoyalar orqali menga ta'sir qilib turdi. Demek bu yerdeki kitap mening keyingi hayotimga yaxshi ta'sirlarni ko'rsatdi. Men andan keyin qayt tarbiya ilishga bordim. Qumulning Arturi degan yerda 4 yil pada vaqtdik biz. Bek jafoliq, ham bek qattiq sovuq. Shu joyda Beijingdan kelgan, Urumchidan borgan nurg'un ziyoli yoshlar bor ekan. Shu qayt tarbiya olgan 4 yil jarayonida men Xansochining qadimgi adabiy tilda yozilgan asarlarni, klassiklarni o'qidim. Qizdiroq tushni shunday ichib o'qisam, umash bejillik bolalar kelgan kitobdi. O'qisam men faqat bilamadim, u hozirgi zamon Xansochi emas. Shuning bilan menga shu kitobni bergan odam bir bobni yoki bir paragrafni bir kun so'zlaydi. Tafsiliy so'zlaydi. Ishimiz yo'q boshqa. Shu padvaqimiz qishadi. So'zlagandan keyin men bir anglab olgandan keyin oqshim berib, shu oyatdan boshlab necha kun o'qiyman. Aşındaq qilib bir oy davomlashtirgandan keyin men bu qadimgi zamon Xansochi tilining menda qonuniyatlari bor ekan. Asta 5 bobdan keyin men o'zim qizdiroq tushni o'qib chiqdim Xansochisini. Bir necha yildan keyin Uyg'urcha tarjima qilindi. Men shundaq o'qish jarayonida Xansochi adabiyotining klassiklarini, hozirgi zamon qismini
Şu hemen nimini okudum. Anandakin chet el edebiyatını aş xanzot til arqılıq köp ködüm. Endi hazır endi undaq qiyinchiliklar yo'q. Hazır bizga o'qiymiz desak, kitob ko'p ko'radigan vaqtimiz yo'q, ko'radigan ko'z yo'q. Mushundaq ahvolga tushyapmiz. Kitobni men qanchalik qiziqib o'qidim deganda, men 98-yili mamlakatlik 9-qatimlik xalq vakillar qurultayining vakili deputat bo'ldim. Şu vaqtida Beijingga yig'inga borgan vaqtida bir muxbir kelib, vakillarning turmushini bir bilib boqmoqchi bo'ldi. Bu muxbir bir maqol yozmoqchi bo'ldi. Maxsus sarlavilikda shuning bilan men bilan so'zlashib, "Sening turmushingni so'zlab bersa." Deganda men turmushimda, bu uyimda mundaq bolalarim, o'zim munda ishlayman. Depagan, "Yo'q, sen nimani yaxshi ko'rsan, nimaga havas qilsan? Sen shundaq bir narsani bir odimiy bir nuqtadan, turmush nuqtasidan odatdagi bir puhra nuqtasidan sen buna bir gap baqsan." Deganda men da o'ylab, men ya aroq ichishni yaxshi ko'rmayman. Ya bir tansipansi unda o'ynashlarni bak yaxshi ko'rib ketmayman. Chiqib o'tirib olishni yaxshi ko'raman. Shuni o'ylab, men kitob o'qishni yaxshi ko'raman dedim. Desam endi u vaqtda endi bu muxbirga yoqmadi anchibek. Balki o'zini mundaq bir kitob o'qishni yaxshi ko'rdi deb munda bir chiroyliroq manda bir nuqtadan tushuntiryotdi deb. Sen qo'rqma, ishdim bo'lmaydi. Masalan, sen mandaq narsani yaxshi ko'rsangmi bo'ladi-ku. Andaq narsani yaxshi ko'rsa, odam degan har xil havas bo'ladi. Sen shuni desang bo'ladi deydi. Ey, men mushu kitob o'qishni rost yaxshi ko'raman deb anandaki bir ikki hikoya aytib berdim. Shuni hikoyamni anglagan, rost yaxshi ko'rsakka deb maqolasida mush narsani yozdim. Men kichik vaqtimda ikkinchi yo uchinchi sinf vaqtlarim bo'lishi mumkin, bir kitob qo'limga chiqib qoldi. Bu kitobning ismi Doktor Aybolitga. Bu keyin Uyg'urcha nashr qilindi. Meni shunda qiziqtirdi bu kitob. Menga bu kitobni bergan bola ati akipirsan degan. Buguni berib ati menga akipirsan degandi. Shuning bilan men bizning uyimizda hamda soat 9 bo'lgan chaqda chiroqni o'chiramiz, uxlaymiz deydi. Ota-onamiz o'qituvchi, shuning bilan chiroqni o'chirib uxlaydigan gap. Bu kitobni shungichilik o'qidim ilki. Darsim tayyorlamay o'qib, shunday chiroq o'chirildi. Qish u. Andan keyin hammasi bir o'nlab bo'lganda uxlab ketdi. Asta paxtliq chaponlarimni kiyib, quloqchilarimni kiyib, talog'i chiqib, ilki men burun kitob o'qiydigan bir stol bor. Onunda bir chiroq va lampa bor. Ash to'rikning ostida o'qib baqay desam, yomon sovuq. Birdan ko'rdim. Yazlarda, kuzlarda o'qiydim u yerda. Shuning bilan berib, maktabning oshxonasi bor endi. Maktabning oshxonasida oshpazlar bu oqshimisi o'tni to'p ko'ma bilan ko'mib qo'yib, ertasimda bir chuqchilaydi, bu o't ichiladi, daraq qozonni ostida endi uning. Qozon uyning ichida, o'choq sirtida. Shundaq bir o'choqlar ekan. Shuning bilan men berib, burunni qilib baqqan endi shu kunisi endi baldurli ishni boshlabdimanda, beribla elqi o'tni chuqchilsam bu yelinjab o't tutashdi endi. Qip-qizil bo'lib ko'ydi. Ko'ygandan keyin menikin shundaq dumbamni qilib o'tirib, o'tning yo'rug'ida o'qib turgan. O'nlab bo'lganda boshlabdi ekanman. Atdigan soat 5:30da oshpazlar keldi endi. Men o'qimayman necha o'g'inni. Kitobni oz qolgan vaqtda, "Hey, nim qotsa" degan bir ovoz chuchib qarsam, oshpaz aşağıda turibdi. Shuni voy deb partda qochdim. O kitobni o'qib bo'ldim. Bizning uydagilarning turdigan vaqtda ulgurib kirib yetib oldim. Turdik. Ondan keyin dadam bu nima qara deydi. Opam bu yer nima bo'ldi deydi. Ish qilib men kirib o'rinlar kiyimlarimni silib tashlab bunda qilgandan keyin butun oyoq tarafim qop-qora kuyibdi da o'choq başta ya yülenmey turgan. Keyin qanday yülendim, qanday oldum o'zim uqmayman. Bütün kulakçı, oyoq, ishton, chapan hamiz qop-qora kuya. Bu uyning ichida bir dilo sodir bo'ldi. Nim bo'ldi? Shuning bilan men pash oldum. Endi u bir mening emas bu odat. Mening shu vaqtdagi zamondoshlarim, qurbidoshlarimning ichida nihoyat nurg'un savoddoshlar mushtaq kitob o'qiydi. Men bular bilan birga tang cho'ng bo'ldim. Keyin madaniyat inqilobining oxirgi yillariga kelgan vaqtida mushu Urumchida bir turkum cho'ng opalar
onalar kitap o'qiydigan bir odati borligini bayqadim. Nimish kelsa mening opamning do'stlari bular. Ular bir yaxshi kitob topsa o'qib bo'lib, birsiga avatidi ekan. U yaxshi kitob topsa bu so'ritib akib bergan vaqt unda telefonlar yo'q. Men opam bilan ash do'stlarining oldida orasida men necha qatim pochtayollik qilganda, "O kitobni akapa balanchi o'qib bo'pti" deydi. Berib akapirma. Yoki bu yerda o'qib bo'lganda opirpirma. Qarsam, shu vaqtdagi shu onalar kunlarni ashundaq bir ahamiyatli kitoblarni o'qish bilan o'tkazibdi ekan. Shunga abay men bu kitob bizning qorong'uda yondirgan chirig'imiz bo'ldi ekan degan gaplarim shu. Shu kitob o'qish odati meningcha bizni o'zgartirdi, bizning tunishimizni o'zgartirdi, dunyoni bilishimizni ilgari surdi, bizni taraqqiy qildirdi. Bu kitob o'qish odatlarim va o'zimni bir tashviq qilish emas. Bu bak zarur deb qarayman. Mushu bizning tariximizda Qutaqo'bilikni olsaqmi, uningdan keyin tariximizni olsaqmi, mushu kitob bizga baxt keltirib ekanda, baxtning yo'liga boshlabdi ekan. Yaqin zaman mush 100 yildan berimi, shu kitob o'qigan odamlar, bilimi bor odamlar bizga bir xil zamoniy madaniyatning yo'liga yetaklabdi ekan. Dunyoni tushuntiribdi ekan. Mayli Abduqodir Domollamni olsak, yoki Abduxoliq Uyg'urni olsak, yoki uningdan keyingilarni olsak, bir qancha tillarni bilganligi, jiq yurtlarga borganligi, jiq kitoblarni ko'rganligi, har xil uchurlarni egallaganligi uchun ular shu bosqichdagi jamoat fikriga yetakchilik qilibdi ekan. Xalqqa yaxshi ta'sirlarni beribdi ekan. Biz hozir ularni eslayapmiz. Shu vaqtlardan tortib biz kitobning muhimligini tunib ekanmiz. Meningcha kitob bu yolg'iz qog'oz bilan nashr qilingan mushu bir mahsulot, mushu buyumga qartilgan emas. Kitob bu universal bir atalg'u. Umumiyatlik bir ma'nosi bor. Kitob bu bilimga qartilgan. Kitob nurg'un narsalar bilan chetiladigan mushundaq bir xil bir mahsulotda endi bu. Bu insoniyatning bir boyligi. Kitob insoniyatning bir boyligi. Kitob o'qish insoniyatning bir odati. Mushu ikki narsa bo'lsa, biz baxtga bora olamiz deb qarayman. Yusuf Qasi Hojib aytgan, aql, bilim baxt keltiradi degan mushu manzilga, ana Yusuf Qasi Hojibning aytgandek, aql, bilim kitobda bor. Kitob bizni aşağı boshlab bora oladi. Shuning uchun bu kitob hargiz odatdagi bir ish emas. Men bugungi temamda men mushu fikrni o'ttirib qo'ymoqchi. Rahmat Azatga. Menimcha bu notoq intayin samimilikka, cho'nqurlikqa va ulug'vorlikqa to'lgan deb o'ylayman. Chunki biz oddiy misollar ichidan cho'nqur haqiqatlarni his qilamiz. Azatgam yuqori aytgandek nurg'unlagan kitoblarni o'qigan, sonsiz kitoblarni o'qigan. Gap bu yerda kitobni o'qish bilan birga yana bir muhim masala bor. Azatgamga o'xshash ham kitobni o'qish, ham kitobni o'zlashtirish, tafakkur qilish masalasi bor. Faqat kitobni o'qib qo'yishni vazifa qilib olsak bo'lmaydi. Men kitob o'qishni vazifa qilib olgan odamlarni ko'rgan. Hatto yilga 60-70 poj kitobni o'qib, hech nima bilmaydigan odamlarni ko'rgan. Shunga bir kitobni o'qish, bir qitim tafakkur qilish menimcha bu intayin muhim. Kitob o'qishga qiziqman herhalde. Asosiyatdan tanarkat turi bilan shug'ullangan ekan, kitob o'qigancha vaqt ajratolmayman mencha. Kitob o'qish qiziqansiz? Qiziqman. Unda siz odat qanday kitoblarni o'qiysiz? Povest, roman, hikoya. Qiziqman. Burun o'qiydi hozir xizmat oldirashadi. Qiziqman. Kitob o'qish qiziqansiz? Qiziqman. Odatda hikoya kitob, lekin adabiyot asarlarning, lekin psixologiya to'g'riliq kitoblarni yaxshi ko'raman. Asosan o'zimni kasb munosabatli kitoblarni o'qiyman. Sizcha kitob o'qiganning foydasi bormi? Kitap o'qiganning foydasi bor. Kitap o'qiganda odamning til boyligi bo'lamdi, tafakkur bo'lamdi, hammasi ichildi emasmi? Shunga foydasi bor deb o'ylayman. Kitob o'qish orqali mayli turmushimizga bo'lsin, xizmatimizga bo'lsin, menga olib kelgan foydasini aytdi, zo'r deb o'ylayman. Kitob o'qigan sira odamning bilimi oshadi, har qaysi taraflardan nazar doirasi kengayadigan gapkan. Ko'p foydasi bor. Bu VCR naiti
oddiy bir qisman tekshirishgan. Lekin buningki ifodasida biz bir narsani ko'rdik. Yoshlarda yanada kitobning muhimligini his qilayotgan bir xil yo'nalish bor. Gerçi yangi davrda yangicha qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-mu, mushundaq yangicha qiyinchiliklar sharoitida ya'ni yangicha kitob o'qish ro'yini avj oldirish g'oyat zo'r bo'ladimi qanday? Ziyorat qilingan shu bolalarning inkoslardan qaraganda hammasi kitob o'qishni muhim deb qaraydi ekan. Birsimi kitob nima qildi, akademika o'qib, vaqtni isrof qildi demadi. Hatto birsi men toz o'qiy olmadim deb afsuslandi. O'zini bir xil o'ng'aysiz his qilyotdi-da. Mush kayfiyatdan qaragandimi bizning yoshlarimiz umumyuzlik kitobning muhimligini biladi ekan. Bu hamda bizning madaniyatimizda, bizning madaniyat tariximizda nurg'un tarkiblar bor. Ba'zi tarkiblar hozirgi zamonga tushmaydi. Shalli etish kerak. Ba'zi tarkiblar bor, uni davomlashtirish kerak. Endi kitob o'qish odati, kitob yozish an'anasi biz davomlashtiradigan, mangu davomlashtiradigan bu bir odat. Bu bizning eng muhim an'anamiz. Buni bizning yoshlarimiz umumyuzlik e'tirof qildi ekan. Men bunga bak xush bo'ldim. Endiki masala qanday kitob o'qish. Kitob hatto hozir ko'pligidan axlat darajasiga berib ketdi ba'zi. Shuning uchun siz tanlab turib, shu cheklik vaqtingizni bu cheksiz bilimga qanday tutashtirasiz? Qanday ulaysiz? Qanday ozuqlanasiz? Bu endi biz hal qiladigan bir masala. Kitob yozganlarmi mas'uliyatchanlik bilan yozish kerak, nashriyatlarmi mas'uliyatchanlik bilan kitoblarni nashr qilish kerak. Andan keyin bizmi shunday ko'p kitobning ichidan o'qiydiganlarni tep o'qishimiz kerak. Yoshlar ko'proq hikoyalarni, muhabbat, voqealarga qiziqadi. Bu tabiiy ahvol. Abay men degandek bolalar adabiyotiga, bolalarning o'qishlari qiziqadi. Biz sal cho'ng'an chaqda o'zimizning besib o'tgan tarixlarimizga diqqat qilamiz. Onundan keyin nurg'un kasbdagi odamlar o'zining kasbiga doir oldingilar, boshqalar qanday ishlarni qilibdi, uni kitob orqali uchiriladi. Shunday ahvolda biz o'zimizga kerakli narsalarni kitobdan qanday topamiz degan masala biz hal qilishga tegishli bir masala. Tövəndikilərdən bundaq bir sual var ekan. Yaqında milli ədəbiyyatının quruluşu və yazılışı Uyğur ədəbiyyatı obzorlar toplumunu xanzu tildə yazıb nəşr qıldırıbsınız. Nima uchun milliy adabiyotimizni tunishtirgan bu kitobni xanzu tilida yozishni o'ylab qoldingiz degan savol ekan. 5 yil bo'lib qolibdi. Bir yozuvchilar sahnasi bor. Abdumurali kutubxonada. Uning muqim anglag'uvchilari bor. Xanzu yo'ldoshlar ko'p endi. Bizning Ishkirdan kelgan yoki Abdumurali bizga donliq yozuvchilar fursatli bo'lsa ashada o'zlarining asarlariga tushunchalarini, qaysi asarni qanday yozganligini so'zlaydi. Bu Jantang meni endi bir milliy madaniyat haqida bir so'zlab bersang deb taklif qildi. Men o'ylanib Qutatqubilikni so'zlay dedim. Men anikin buni so'zladim Qutatqubilikni xansocha. Aralashtirib hamda qo'shtilda so'zladim. 30% bizning doktorlar, yosh o'qituvchilar beribdi, bizning o'quvchilar beribdi. Endi mushu yerdan chiqqandan keyingi bizning milliy Uyg'urlarning inkosi Azat Ma'lum xansoch so'zligingiz bek yaxshi bo'ldi. Biz mi o'ylamabdi ekanmiz. Aslida ba'zi narsalarni biz so'zlashimiz kerak ekan. Dedi endi. Endi mushu kitobni yozilishida, mushundaq bir nashr qilinishida mush sabab bo'ldi. Ma kitobni men xansochi yozdim, nashr qildirdim, inkos nihoyatda aktiv bo'ldi. Bo'libmi bizning Uyg'ur o'qirmanlarimiz to'g'ri qilibdi. Bizning madaniyatimizni, bizning adabiyotimizni dunyoga bildirish kerak. Xanzu til orqali teg'imi cho'ng sahnalarga chiqarishimiz kerak deb tushundi buni. Biz tushundirmasak, yaxshi ishlarimizni ko'rsatmasak, o'zaro ishonch bo'lmaydi. Ishonch bo'lmaganda do'stlik bo'lmaydi. Ittifoqlik degan amaliyotga aylanmaydi. Men mushundaq bir qonuniyatni tushunaman. Shuning uchun men bu kitobni mushundaq yozdim. Assalomu alaykum ustoz Azat Sultan. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Zulayat Ayir Urumshalik 44-boshlang'ich maktabining o'qituvchisi bo'laman. Anglashlar qaraganda ustoz, siz Xinjiang universitetida o'qituvchilik qilayotgan mazgilingizda 1982-yillik adabiyot sinfidagi yetakchi o'qituvchisi bo'lib ekansiz. Shu siz tarbiyalagan o'quvchilarning ichida Royla Davud, Bagmat, Yusuf qatorliq biz Uyg'urlarimizning faxrli yozuvchilari, shundaqla mazar tadqiqotchilari chiqibdi ekan. Ustoz sizni so'raydiganim, shu davrdagi oliy maktab o'quvchilari bilan hozirgi
davrimizdagi oliy maktab o'quvchilari o'rtasidagi o'rtoqlik bilan farq to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat ustoz. Endi 82-yili men mana shunday bir sinfga sinf tarbiyachisi bo'ldim. Men endi shu o'quvchilar bilan aloqamning quyuq bo'lishini bak izlayman. Shuning uchun men shu sinf tarbiyachisi bo'lgan vaqtimda ajr qilib ishladim. Iqtidorli odamlar yetishib chiqsa deb o'yladim. O 82-yillari, 80-yillarning beshida bizning elimizda islohot echib etish endi bu siyosat yo'l qo'yilgan. Biz taraqqiyotning tez poysiga endi chiqayotgan vaqt. Nurg'un narsa yengitdi. Biz aşı bizning shu vaqtdagi studentlarimiz shu bir chapchib turadigan, ichirqab turadigan bir holatda bu bir zamonaviylikninki qaynimiga cho'kdi-da endi. Shunday ko'p kitoblar qiziqdi, o'qidi, har xil ta'sirotlarni ham o'zlari yozdi. Hozir endi ular tirishchanlik bilan siz aytgandek holatlarga kirdi endi. Hozirgi bolalarning aloyligi shu bolalarga qaraganda yana ayrim alayliklar var. Bularning hozir uchur manbasi bakkan, fursat naytkan. Bular bilimni izida atidi. Endi o'xshamagan davrdagi bolalarning ahvoli o'xshamaydi ekan. Hozir madaniyatlar, har xil madaniyatlar uchrashayotgan, to'qnashayotgan, dialog qilishayotgan shunday bir davrda yashayotgan bizning hozirgi studentlarimiz bu. Shunday umid bor, ham tirishchan. Men bularning shu siz deyotgan 80-yillardagi mening o'quvchilarimdek aşındak devrinin aldığı mağalaydıqallığı işini men. Men buladım bek razı hem ümit var men. Naiti atraflık mulayizı qıpaydı azatkam. Yani menimce bizim yaşlarımızdaki ruh özgermedi ya. Ruhda izchillik var. Fakat köngül bo'layotgan temaları har xil bo'ladi da. Şuna başka yeni devrning yeni temaları menimce yaşlarımızın çıkış noktası bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum ma'lum. Ben Şinjan Pedagogika Üniversitesi'den Qırgız Xalq Edebiyat Yönetimi o'quvchisi Talantbek. Siz bundan burun şu her qaysi qatlamdagi mutaxassislarni tashkillab, nurg'unlagan davlat darajilik tadqiqotlarini ishlabsiz, ya'ni kitoblarni tuzib, bunun misal Şinjan Aslanlık Milletler Edebiyatı to'g'risida degan kitobni bosh bo'lib tuzdingiz. İlmiy hamkorlashtirish ro'yingizni bana bek ta'sir qildi. Bizdagi yosh tadqiqotchilarning qanday taklif, qanday umidlarimiz bor shuni bilgim kelyapti. Biz Şinjan'dan ibaret şu bir aziz makanda yaşap geldik. Köp millet. Biz hiç kimden ayrılamaydı o dep ağzımızda deymiz. Emeliyetti mi şundak? Biz tarihten beri şunda yaşap gelgen. Birbirimizden ögünüp, birbirimizden vücudu sınıp, tirişçanlık bilen nayt iğir kırlarını beşimizden ötküzüp hazırki menzilge yetip geldik. Hem terakki kılımız. Muşundak bir şaraytta bir millet bikin mahalleti turvasa. Xuddi bu dünyada yalnız özü mevcutdak. Etrafında hiç kim yokdak. Bunda haleti turivasa. Yani kelip bu milletin ziyalileri mi? Muşundak oylasa menimce bu yolunu durust değil olmayı. Biz özara hemkarlasak, çokum biz özümüzün halkını başla bir bahtiyar turmuşa eriştirsek, özümüzün ecdatları aşındak yaratkan, aşındak medeniyetini, elbette edebiyat mı var? Bütün dünya bilse, birlikte terakkisak, enandaki Cungu'nun arzusu, yani gelip bizden milletimizden, bizden halkımızdan arzusu, muşu arzular tezrak emelge assa, dep oylayman. Muşundak bir arzularım var mı? Assalamu alaykum, Azat Ma'lum. Ben Şinjan Pedagogika Üniversitesi Edebiyat İnstitutu'nun magistr aspiranti Abdug'ani Tur bo'laman. Said Shirazi shundoq degan, sen kitobni ko'p o'qib, ko'p bilim olsang, agar uningga rioya qilmasang, uni amaliyotda ko'rsatmasang, yanilsan, nodonsan, kitob o'qimaganlik bilan barobarsan degan. Mening bu yerda sizdan shuni so'rab boqqanba, biz kitob o'qishda nimalarni maqsad qilishimiz kerak? O'qiganlarimizni amaliyotimizda qanday ko'rsatishimiz kerak? Bunun qarta sizning qanday taklif fikrlaringiz bor? Kitap o'qishda albatta bilimga erishishni maqsad qilamiz. Yangi uchurga erishishni maqsad qilamiz. Bizda ko'rganni qiladi, ko'rmagan nimasini qiladi deydigan hikmat va abayim ben deb aytdim. Mushu atrofimizni bilmasak, o'qimasak, ajdodlarning ruhini tushunmasak, ashlarning mangan yo'lini topamasak, biz yangi yo'lni
yo'lga erişemeyiz. Ay yolunu davamlaştıramayız. Şunun için bu birisi alim buluş ziyallık emas. Alim bulalısınız. Kitap arkalık, öğünüş arkalık aşıpelligimi yetkili oldu. Yani birisi en mühimi, yani nurgun adamga kitap okuş arkalık bir kandak adam buluş, kandak yaşaş. Bu neslerini bildirgili oldu. Elbette biz ecdatlarımızdaki tarihi, iznalarını, mangan yollarını kitaplardan görürüz, bilimiz. Mandak yaşaptıkken, mandak halıkkemiz. Şunun bilen billah bizning hozirgi zamondoshlarimiz qanday yashab o'tibdi, nimalarni o'ylab o'tibdi. Bu bizga ta'sir ko'rsatdi. Meningcha bu kitobdan biz shunday bilimlarga erishimiz. Yana birisi kasb degan xilma-xil endi hozir tushuntirib so'zlab o'g'lim bo'lmaydigan kasblar bor. Nayt nurg'un kasblarga bo'lingan ish taqsimot intayin ko'p. Hammasi bizga kitoblarni qoldirdi. O'zining tajribalarini, o'zining ijodiyatlarini shu kitoblarga yozib qoldirdi. Unda bo'lsa har soatlik odamlar aşı kitaplar arkalık ilgirlep okulu oldu. Okuş degan yağızlıkı magistrlikta, toluk kursda, doktorlukta okuşlanmaz. Kitap arkalık mı öğrengili bulundu. Kitap arkalık mı aşı pellik yetkili bulundu. Meningçe nurgun adam kandak yaşaşını, kandak adam oluşunu kitap arkalık öğün öğreniş için kitap okamdaki dep oylayman. Assalamu alaikum Aziz Sultan Muallim. Ben Atlım Raylık Fen Teknik Cemiyeti Fen Nomlarcı Jurnalları Neşriyatı'dan Nurşat Abdurrashid bo'laman. Növbetde neşriyatçılığımızda şu maharlarınki universal sapası töven buluş. Şunaqla şu tabiiy fen türedeki neşri buyumlarının setiliş miqdari, ictimai fen türedeki neşri buyumlarının setiliş miqdaridan bir qadar töven bo'lgan masala saqlanayotidir. Abdum Rayimizning növbetdeki edebiyat san'at ve neşriyatçılık işlarining taraqqiyoti ve bu taraqqiyot jarayonida biz yosh maharlarning qanday roli va to'g'risida bir sizdan fikrlashib baqqan bo'lsak. Rahmat. Her qanday jurnal redaksiyasi yoki bir nashriyat hammasida muharrirlarning xizmati intayin muhim halqa. Muharrirlarning saviyasining qanday bo'lishi kitobning sifat safosini belgilaydi. Hatto muharrirlar kitobni chiqarish bo'lamdi, bo'lmamdi. Eng dastlabki shular bekitdi. Ma kitap jamiyatga foydali. Gerçi bu kitap cemiyetga chiqqandan keyin pul topamasligi mumkin. Lekin bu kitap bo'lmasa bo'lmaydi. Mushunda qarorni aqlli muharrirlar chiqara oladi. Xo'sh, unda bo'lsa bizda mushunda sapani hozirlagan muharrirlar qanchalik? Men mushun masalani o'ylayman. O'zining xizmatiga endi borlig'ini beg'ishlagan. Sahnaning oxirida turib, ash yozuvchilar uchun xizmat qilgan. Xato ketib qolgan yerlarni u obzorchi emas. Lekin berib so'zlashib tuzgan. Nurg'un lug'atlarni aqtirib, ashuning dil joyini tepib turib, o'ngshab bergan mushundoq muharrirlar hozir qanchalik? Meningcha bundoq muharrirlar bor, lekin bular eng oxirgi bo'lib qolyapti. Sizlar yosh muharrirlar mushularning mushundoq astoydilligi, o'zining ash xizmatga bo'lgan, mush kasbga bo'lgan ashundoq beg'ishlash ro'yiga sizlar varis qilsanglar faqat bo'lmaydi. Bu uzukchilikni biz hal qilishimiz kerak. Ikkinchisi, endi abaysiz aytgandek, shu tabiiy fan kitoblarining setilmasligi. Bu endi biz hal qila oladigan masala emas. Bu bir ehtiyojdan bo'ladi. Bizniki jamiyatda yoshlarimiz maktabsiz qolmasa, bilimning qimmatli ekanligini bag'ansir tunisa, hamma odam bilimga intilib tursa, har xil kasblar bilan shug'ullansa, meningcha u kitoblar o'qirmansiz qolmaydi. Oldi bilan har qanday odam o'zining insoniy nuqtadan turib, jamiyatdagi ijtimoiy burchini, mas'uliyatni tunish kerak. Mush masalalar anundan keyin meningcha asta bizning tunishimizning cho'nqurilishiga, safarimizning ko'tarilishiga ergishib, asta hal bo'ladi deb qarayman. Assalamu alaikum Aziz Sultan Muallim. Men o'zim balla adabiyot yozuvchiligi va adabiyot tanqidchiligi bilan shug'ullanman. Mushu bugungi zamonda masalan Xanzu adabiyotida Xanxanga o'xshash danglik yozuvchilar va bular 80-yillardan keyin tug'ilib, mushu Jungo adabiyotida zo'r ta'sir qo'zg'adi va nashriyatchilik nimalarga zo'r to'p qo'shdi. Endi Uyg'ur adabiyotiga nazar solgan bo'lsak, bugun biz 80-90-yildan keyin tug'ilgan yosh bolalarda ijod kuchi bor, lekin muvaffaqiyat ya'ni o'zini beg'ishlay oladigan bir ruh kam. Shuningdek asarlardan qurg'oq bir kayfiyat bor, ham zo'r olqishlangan asarlar asosan yo'q. Endi sizning
biz yoshlarga 80-90 yillardan keyin tug'ilgan yoshlarga qanday bir taklif fikr berdiganligingizni va shu yoshlarga deydigan yurak so'zingizni bir anglab boqqim keldi. Lutfullah Mutallibning bir she'ri var, ikki misrasini o'qib beray. Azaldilla muңluq bir yigit idim, anglag'achqa mumam og'zidan samoviy cho'chaklarni. Söygü deniz çoңqurligida men bir qaynam tutsam, qandaq qansun ussuzligim ichib kichik ko'lchaklarni. Men bek ta'sirlanaman bu she'rdan. Meningcha Lutfullah Mutallib bu she'rni 20 yosh atrofida yozgan Xiyolchan Talak degan she'ri. Ashundoq bir xil xiyol bilan yashagan bir shoir. Lutfullah Mutallibning bu mening yosh qo'nchi gulim echilatdi. Uningda aeroplanlarga qarab uchib tursa, poyezdlar mundaq qilib menib tursa, xalq undaq bo'lib tursa, bu bir orzu hamdi, bir tilaklarini yozgan. Meningcha aeroplanlar uchib turyotdi. Poyezdlar menib turyotdi. Hammamiz mashinalashib ketyapmiz, jamiyat taraqqi qilyapti. Ben ballarning asarlari bilan, ijodiyati bilan shug'ullanaman, ham huzur shug'ullanaman dedingiz. Endi qanday qilishni o'ylab o'tibsiz. Meningcha hozirgi bizning bu yosh yozuvchilarimizning hammasining bilim qurilmasi nihoyat yaxshi. Burungi bizning yozuvchilarimizga o'xshamaydigan taraflar shu yerda. Ular mundaq muntizam, undaq bir maktablarda o'qib, maxsus undaq tarbiyalanib, ashundaq ustozlardan ta'lim olib, mundaq chiqmagan. Tirishchanlik bilan yo'l ichib, naydi jafoliq mashq bilan uzun yo'llardan agib o'tib, mundaq bir pallaga chiqdi. Sizlarda hozir fursat intayin ko'p. Yozma adabiyot haqida demedim-da. Mushu fursatni bilaldingizmi? Tuta oldingizmi? Bu bek muhim masala. Mayli qaysi kasb bilan shug'ullaning. Siz bir yaxshi universitetga bordingiz. Lekin borgandan keyin bal qo'yib o'tdingiz. O yoqqa, bu yoqqa menib baqdingiz, iziqib qoldingiz. Bizda hozir iziqib qolgan bolalar az emas. Agarda bizda mushu iziqquchilar ko'paysa, bu iziqquchilardan kimlar kelib chiqadi desangiz, ishsizlar kelib chiqadi. Yoki boshqa bir yo'llar bilan davron soladigan bunda odamlar kelib chiqadi. Jamiyat qalaymoqqa bo'ldi. Bizning orzuyimiz, o'rtaq orzuyimiz amalga oshmaydi. Bizning bolalar adabiyoti taraqqiy qilolmaydi. Umumiy adabiyotimizni taraqqiy qilolmaydi. Boshqa kasblarimizni taraqqiy qilolmaydi. Olimlar ko'plab chiqsa deymi? Aqli o'yg'oq, fikr qila oladigan, jamiyatning, insoniyatning taraqqiyot qonuniyatidan tushunadigan, xalqqa o'zining ish amaliyat orqali ulgu ko'rsatadigan, xalqni ruhlantiradigan, tirishishga da'vat qiladigan, mushundaq ilg'or odamlar chiqsa deydi. Mayli qaysi kasbdan bo'lsin. Ashundaq bo'lgan chog'da biz xalqning oqida qolmaymiz. Gap hozir yana o'zingizda. Qanday qilganda qurg'oq asar yozmay, bazoliq, haq yaxshi ko'radigan asarlarni yozsiz, bu javobni o'zingiz cho'qim topa olasiz. Chunki sizlar hozir mush bir avlod o'yg'oqsizlar. Yo'l o'zinglarning oldinglarda fursatni chin tutaylik hammamiz. Biz bugün Azat Rahmetullah Sultan profesörnünki hayat geçirmişlerini, turmuş tecrübelerini ve şundakla özü asıl kılgan yeni ideyalerini anlap öttük. Azat Kam'nınki bütkül hayatını kösetken tırışçallıkları ve bu tırışçallıklar arkalık erişken neticeleri bizge her vakit ilham berip durdu. Şundan birge bugünkü programımız arkalık işbadilgen Azat Kam'nınki yeni köz qarashlarınınki hayat zor ilham ve medetlerini berişini ümit kılımız. Köpçü rahmet, kiler sani görüşeydi.